9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi, uning ishtirokchilari, front orti qatnashchilarining nomini abadiylashtirish, jangda martlarcha halok bo'lganlarni yod etib ehtirom ko'rsatish maqsadida Hazorasp tumani Pichoqchi mahallasida joylashgan xotira maydoni qaytadan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Tumanda 1941-1945 yillar oralig'ida 11 mingdan ziyod inson urushga ketgan. Ulardan 3650 nafari janglarda martlarcha halok bo'lgan. 200 dan ortig'i bedarak yo'qolgan. 23 mingdan ortiq ayollar, keksalar hamda bolalar front ortidagi og'ir mehnatga jalb qilingan. Bu yodgorlikda birgina Pichoqchi qishlog'ida jangda halok bo'lgan 300 nafarga yaqin yigitlarning nomi keltirilgan. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bugungi dorilamon kunlarga yetishimizda sababchi bo'lgan bobolarimizdan minnatdor bo'lish, bugunning qadriga yetish kerakligini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, tadbir davomida turli xil sport musobaqalari, fan olimpiadalarida ishtirok qilib, tuman sharafini munosib himoya qilib kelayotgan yoshlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana shu xotira maydonida Pichoqchi qishlog'idan urushda qatnashib halok bo'lganlarning nomlari kiritilgan. Bizning maqsadimiz kelajakda yosh avlodlar ham mana shu bizning ota-bobolarimizni eslab, mard, vatanparvar inson bo'lib, vatanga xizmat qilishlarini istab harakat qildik. Yoshlarimizga ham shular namuna bo'lishi uchun bu xotira maydonini qaytadan biz ta'mirlab, xalqimizga bugun foydalanishga topshirdik. Mana shu tinchligimizning asosiy sababchilari mana shu ota-bobolarimiz hisoblanadi. Xotira monumentiga yozilgan har bir ism ortida butun bir tarix mujassam. Zero inson xotirasi aziz, qadr muqaddas.